o'sha Ozodada ayb yo'q deb bilaman men. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Ozdipam bilan mani direktim to'lib toshib ketdi. Yulduz Osmonova o'zlarining intervyularida Ozdipamning klipidagi baxtsiz hodisaga o'zlarini oqilona fikrlarini bildirib ketibdilar. Rahmat, to'g'risi biz kutmadik. Bu voqea bo'yicha hech qachon fikrimni bildirmagan edim. Mana shu sabab bo'ldi bugun. Biz to'g'risi o'sha payt juda xafa bo'lgan edik. Ayrim hamkasblarimizdan ayrimlari to'g'ri podдержка qilishdi, lekin ko'pchilik даже ustimizdan kulganlar ham bo'lishdi, даже xursand ham bo'lganlar bo'lishdi. Endi bu bizaga bog'liq emas. Bu undan hech kim страховка olmagan. Bu hammani boshida bo'lishi mumkin. Boshiga tushishi mumkin. Endi bu bizaga bog'liq narsa emas. O'tda Ozdipam ni prichon bo'lgan. Opam o'tda qatnashmaganlar ham. O'shanga juda ham xursand bo'ldik, opa, rahmat. Ayrim san'atkorlar o'zimiz guvohi bo'ldik. Shu vaziyatda orqasidan o'zlariga yarki PR ishlamoqchi bo'lishdi. Kim haqida gapirayotganimni o'zlari bilishadi. Kim nimani tilagan bo'lsa, Alloh 10 barobar qaytarsin o'ziga. Ozodani o'sha yerda yo'q ekan o'sha maydonda. U qizda umuman ayb yo'q. Agar hozir sudga bersa 100% yutib chiqadi. Aloqasi yo'q. To'g'ri. Sizga nima taksida ovqat olib kelayotgan odam urilib ketgan bo'lsa, sen ovqat zakaz qilavering, men sen kelayotgandim, mashina urib ketdi deydi. Sen ishingni qilayotganding deydi. Yana to'g'rimi? Uni kim chaqirgan bo'lsa klipga o'sha javob beradi. Misol deylik, agar bilmayman, u ham yana bir aytaman, yurist qaraydigan bo'lsak, чисто по ситуации o'sha Ozodada ayb yo'q deb bilaman men. Haqiqatga tik qarasak shu. Haqiqatga tik qarasang, qiz ayb yo'q.